Siz hali ham matras ustidan ko'rpa solib yotibsizmi? U davrlar o'tdi. Hozirda matras ustiga yupqa choyshab solib yumshoqqina yotadigan zamonaviy matraslar chiqqaniga ancha bo'lgan. Matrasning narxi nima uchun 2 barobar farq qilishi mumkin? Axir tashqaridan qaraganda ikkalasi ham bir xil-ku. Asosiy farq uning ichida. Sifatli matrasda prujinadan keyingi qatlam, ya'ni porolon, lateks, memri va ustki materiallari sifatiga alohida e'tibor beriladi. Masalan, mustaqil poket prujinalari bir-biridan alohida harakat qiladi. Shuning uchun tananing og'irligi yaxshiroq taqsimlanadi va ikki kishi uxlaganda biri harakat qilganda ikkinchisiga harakat kamroq seziladi. Arzon matras esa ko'pincha material va konstruksiya soddaroq bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan u shaklini yo'qotishi yoki cho'kishi mumkin. Sifatli matrasda esa faqat yumshoqlik emas, balki tayanch, material zichligi va konstruksiyasi juda muhim. Shuning uchun matras tanlayotganda faqat narxiga qaramang, chunki ushbu matrasda siz kuningizni 7-8 soat vaqtini o'tkazasiz. To'g'ri matras tanlashda yordam kerak bo'lsa, Areyaga murojaat qiling. Biz sizga, sizni xohishingizga qarab, sizga mukammal mos tushadigan matrasni tanlashingizda yordam beramiz. Matrasga sarflangan pul xarajat emas, bu sizni sifatli uyqungizga investitsiyadir.